Yevropada judayam ishlar ko'p. Pulli qilib ketish kerak. Shu. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun Polshada o'zini barber shopini ochgan Akbar aka bilan suhbat quramiz. Ya'ni Polshaga qanday kelganlar, nima uchun barber shopingni Polshada ochganlar va keladiganlarga qanaqa maslahat beradilar? Bugun shu haqida gaplashamiz Akbar aka bilan. Akbar aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Polshaga 2023-yil ishchi viza bilan kelganman. Oldingi kelgan joyim Lublin shahri. Svarka sohasiga kelgandim, lekin u yerda 3 oycha ishlamasdan Varshovaga keldik. Varshovada arablar kutib oldi. Bitta ikkita o'zbek akalar podishka qilib asta mana inshaalloh o'zimizni sartaroshlarimizni ochdik. Kunlik topadigan summamiz 300 zlotdan, hozirgi kunda 300 zlotdan 600-700 zlotgacha. Xo'sh, kelaman deydiganlarga maslahatimiz, imkon qadar glavniy tilni o'rganib kelinglar. Hunar yoki biror bir ishni o'rganib kelganinglar yaxshi. Ha, imkoniyat bo'lsa kelish kerak. Yevropada juda ham ishlar ko'p. Pulli qilib ketish kerak. Shu.